Lan xudo xohlasa 17 ga 14 joyimiz mana bitkizildi akalar. Tayi shotili loy bosadi. Xudo xohlasa tunukalari bilan mana qatirib berdi. Tunukasini olib berdi. Qatirib berdi. Ikki tomoni mana devor. Orasi 1.20 dan tushdi akalar mana. Ko'rishinglar mumkin. X-kat oldi orqasiga tunuka qatirib qo'ydik mana qilib. Xudo xohlasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. 88lik 837 17 74 24 soat ishlab turibdi shu nomerimiz.